Mana dachamizga yetib keldik. Sayyohchilarimiz sekin o'rnashyapti mana. Manzilimiz aytib o'taman. Vodiydan Toshkentga kelishda bir nechta tunnel ketmasdan 2 kilometr qoladi. Shu uzoqlik masofada. Yetib keldik, kelaveringlar. Endi mazza dam olaverasizlar. Toqqa chiqmay qo'yarsan, toqqa chiqqanda his qilasizlar, o'zinglar endi. Shu. Mana. Shu. Ana tomonlarda ham so'ylarimiz bor. Dam olish joylari. Bu yerda bir 5-6 ta dam olish maskanlari bor bemalol. Kelib qolganlarni tanlashlari mumkin.